Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Türmə xatirləri Məhbus ruhlar. Abdori Abduvali Ayub. Bizga hit bo'lmaydigan. 2014-yil sentyabrning oxirgi kunlari edi. Tushdan keyin soat 4:30 gacha diqqatda o'ltirgandan keyin o'rlik minutlarga ulashdik. Sentyabrning 1-dan boshlab havolanmaga ochilgan eshik 24 soat to'liq taqvatilgan bo'lg'achqa kamerdagi 18 odam erkinlikdinla emas, sap havodinmi ayirib etilgan edik. Aram vaqti kelgan hamon Xitoy mahbuslar yana kamerning havolanmaga qaraydigan eshigiga chaplashib, yo'chuqdan kirayotgan sap havoni talashmoqda, churuqrashmoqda edi. Kamerning koridorga qaraydigan eshigiga 1,5 metr keladigan yerga siriq siziq sızilgan bo'lib, Gundupay kelib chaqirmasa, u siziqdan o'tishga ijozat yo'q edi. Koridorga ancha muncha sirtdan askin shamol kirib, o'tishib turg'achqa havosi saproq edi. Ammo yaqin kelishga bo'lmag'achqa, qo'lning barmoqlari bemalol patadigan ancha muncha yuzga urilgan shamolni his qilg'ili bo'ladigan bu yer mahbusdan xoli, qup-quruq edi. Men Ko'ktog' qamoqxonasiga yo'tkilib, bu kamerga qamalgandan beri medirlig'idek fursatlar bo'lsa, harakatdan to'xtamagan edim. Shu kunimi yarim soatlik dam ilishda pagahda mandim. Uyg'ur mahbuslarmi orqamdan agishib minishga boshladi. Men bundaq minishni yangi qamoqxonaga qamalib ikkinchi haftasi boshlagan edim. Dastlabda menga agishib putlaridagi kishanlarni sharaqlatib mangan bir qancha Uyg'ur siyosiy mahbus diqqat tortib, g'utuldashlarga sabab bo'ldi. Ammo menga har kuni o'xshash vaqtda sap tortadigan, qo'shunimizga sap soladiganlar, ko'z alaytadiganlar tadrijiy ozlayotgandek tuyulib, xotirjam bo'lib qolgan edim. Har kuni diqqatda o'ltirishdan ozod qilinganda qilinadigan bu yurishimizga ba'zida Xitoy va Tungan mahbuslarmu qetilgandan keyin texmu xotirjam bo'ldim. Shuning bilan bizgimi yurak kirib, qatorlashib mang'ach ancha muncha Uyg'urcha parang qilishadigan bo'ldik. Kamer boshlig'i G'ini odatda bizga qo'shilmaydi. Ba'zan Uyg'urcha gap qilmanglar deganni imo qilib olib qo'yatdi. Ba'zan anglamagan bo'lib, qo'lidagi kitobga qarab oladi. U kunimi qatorlashib mang'ach Uyg'urcha gap teshildi. Aramizdan kimdir birining Hitning qachon bo'ladiganligi haqida savoli parangni dinga burdi. Natijada munozara qizib ketdi. Hozir o'ylasam, qamoqdalar emas, hamma yerda xatolik hayajonlanib ketib, makon va zamonni unutib qolishdan kelib chiqadi ekan. Hitning gapi bo'lgandikin farqliq diniy tushunchaning baygiga tushadiganligi aniq. Bu sababdan keskin talash tortishning chiqishi tabiiy edi. Shuning bilan ikki sapga ayrildik. Hech kim hech kimga yo'l qo'ymaydi. Munozara Ro'za Hitning dunyo bo'yicha bir kunda bo'lish bo'lmasligi haqida bo'ldi. Men buni oyning yer sharini aylanib harakat qiladiganligi, shunga har qaysi rayonlarda oyning ko'rinish vaqtining farqli bo'lishi mumkinligi nuqtasidan tahlil qildim. Buni asos qilib, Saudiya Arabiston bilan bir kunda Ramazon tutish va Eid qilishning hamisha mumkin bo'lmaydiganligini deb tashlabdiman. Shu an mengayotganlar to'xtab, to'xtaganlar bir-birimizga yuzlanib, ilm saynosini qizitavatdik. Ahvolga qarasam, hech kim hech kimning dalillariga qoyil bo'ladigan alfozda emas edi. Yangilardan tortishlar, bizni kuzatib turgan kamerani ishorat qilishlar, kor qilmagandan keyin suv ichishni bahona qilib neri ketdim. Chunki burun halol harom munozarasida burnimga suv kirganligini unutmagan edim. Bir chaqda kamerda boshqalar bilan paransilib o'ltirgan heroinkash Tungan majunning "Sizlarni kim Uyg'urcha gap qilsin dedi?" deb varqirg'ini anglandi. "Apla chatoq chiqarmi?" deb turishimga uning ulapla. "Aji, kamer qoidasiga bo'ysunmaysan, askartib qo'ysam olaysan-ku. Da! Ura!" degan ovoz anglanib, qaras qurslar bilan musht pashvalashlar harakatga keldi. Bekorchilikda zirkib aran turgan uch maxluq kishanlangan Hoji Akbarni qorshab, kelganlar yeriga urushga boshladi. U yiqilibdi, dastlab ko'rganlar yerga tepishga boshladi. Uning putida kishan bo'lg'achqa,
o'zini qo'g'dab bo'lolmaydi. Qandoq bo'lib arg'a tushganim esimda yo'q. Bir chog'da ko'zimga tekkan bir musht bilan boshlarim birrida qiyib, ko'z oldim qorong'ulashib ketdi. Barliq ovozim bilan "Odam o'ldi!" deb xitoycha varqirdim. Eshiklar jalaqlab ichilib, tok kaltak ko'targan 4-5 gundupay yugurib kirdi. Bayatin biri bas-bas bilan Hoji Akbarni dumbalagan qavallar darhol eshikning oldiga kelib, ikki qator bo'lib tik turishdi. Simnut polni siypashtirib yurib, ko'zaynakimni aran topdim. Ikkala ko'zning ayniki ramkasidan ajrab ketibdi. Bir ko'zi chiqilib uch pari bo'lib ketibdi. Simnut polning chinidek yeri qon bilan qizargan bo'lib, Hoji Akbarning burni qanab, kalpuki yerilgan edi. Gundupaylar birer qur varqirab, hammaylarni qo'shib tillab qo'yib chiqib ketdi. Biz qamalgan korpusga mas'ul qozoq gundupaymo birer qur varqirab bo'lgandan keyin jidalning sababini surishti qildi. Ya'ni shu Uyg'urcha gap qildi degan bahona oshirib so'zlandi. Shuning bilan Gundupay Hoji Akbarni bir kecha uxlatmay tamg'a qaratib turg'izib qo'yishga buyurib, qolgan Uyg'ur mahbuslarga kechlik tomoq berilmaslik, kecha soat 3 ga qadar uxlatmaslik jazosi berdi.